Do'stlar, biz dunyoga kayf safo uchun kelmaymiz. Mol, davlat, shon shuhrat uchun kelmaymiz. To'g'ri, odam yaxshi yashash kerak. Yaxshi yeyish kerak, yaxshi kiyinish kerak. Lekin farzandlarimizga ozgina tarbiya berishimiz kerak. Hayotga, oxiratga ham ozgina nazar tashlaylik. Bolalarimiz, farzandlarimiz katta mana. Hech qachon farzandlarimiz ko'chadan tarbiya olmaydi. Ota-onani qilayotgan amallaridan, yurishidan tarbiya oladi. Biz qancha bolaga yaxshi gapirsak, yaxshi narsaga o'rgatsak, shundagina farzandimiz o'sha narsalarni asta miyasiga joylab boradi. Biz qancha qo'limiz ochiq, duoda bo'lsak, farzandimiz erta duoda bo'ladi. Qancha odamlarga yordam bersak, ezgulik ishlarga o'zimizni ursak, qiynalgan oilalar xavorasak, kamchiligini to'g'rilasak imkon boricha, farzandlarimiz ham duogo'y bo'ladi, mehrli bo'ladi va esa namozxonlardan bo'ladi do'stlar. Shuning uchun farzandlarimizga yaxshi tarbiya beraylik. Yaxshi fazilatlarni o'rgataylik. Yaxshi narsalarni o'rgataylik. Farzandlarimizni Allohim hamma farzandlarini haji safarlariga boruvchi insonlardan qilsin. Duogo'ylardan qilsin, azizlarim. Allohim hamisha har bir bandani umrini uzoq qilsin, do'stlar. Bu videoga bitta like, bitta podpiskani ayamaysizlar degan umiddaman.